Bizni har doim sevib tanovul qiladigan hayvonning go'shti o'z onasini qornida emas, balki sun'iy bachadonda katta bo'lgan bo'lsa ham yegan bo'larmidingiz? Sun'iy bachadon bu bachadon vazifasini sun'iy muhitda takrorlaydigan tibbiy qurilma yoki tizim bo'lib, u embrion yoki homilani onaning qornisiz rivojlantirish imkonini beradi. Bu texnologiya asosan ilmiy tajriba, noan'anaviy tug'ruq usullari yoki muddatidan ilgari tug'ilgan chaqaloqlarni saqlab qolish uchun yasalgan. Bu kapsula homiladorlikning barcha tabiiy sharoitlarini taqlid qiladi. Amniyotik suyuqlik, kislorod va oziq moddalar bilan ta'minlash, hattoki tana sezgilarini imitatsiya qilish ham mavjud. Olimlar allaqachon bu tizimda qo'ylardan tug'ilgan bolalarni muvaffaqiyatli o'stirishga erishishdi. Ular kinnik orqali nafas olib, asoratlarsiz rivojlandi. Bu esa faqat boshlanishi xolos. Keyingi bosqich inson. Sun'iy bachadon millionlab muddatidan oldin tug'ilgan chaqaloqlarni, xavfli homiladorlik kechirayotgan ayollarni qutqarishi mumkin. Hatto kelajakda insoniyatni biologik tana zaruratidan butunlay ozod etish ehtimoli bor. Endi biza shunday davr ostonasida turibmiz. Unda bolalar ona qornida emas, laboratoriyada o'stiriladi. Endi savol, kelajakda bolani ko'tarib yurishga tana kerak bo'lmasa, kim ona bo'ladi? Izohlarda fikringizni yozib qoldiring.